Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'layotgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Virusni Xitoyning yasab chiqqanligi haqida yangi faktlar oshkorlandi. Xabariyati to'rining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, virusni Xitoy yasab chiqqanligi haqidagi gumonliq faktlar oshkorlanishga boshlagan. Xabarda Wuhandagi virus tadqiqot markaziga tabi to'nglatquda saqlangan Xitoy virusini o'z ichiga olgan 1500 xil virusning suratlarining matbuotlarga oshkorlanib, Xitoyni o'sal ahvolga tushirishga boshlaganligi. Bu suratlarni 2018-yili Xitoy xabar agentligi Twitterda ham baharlaganligi, bir mazgil o'tgandan keyin o'chirilganligi oshkorlangan. İlgiri sürülüşçe xalqarada tez süratda tarqalib nurg'un kishining jiniga zamin bo'lgan Xitoy virusining asli manbasi Wuhandagi tajribaxona bo'lib, Wuhandagi virus tadqiqot markazida 1500 xil virus saqlanmoqda ekan. Angliya taratqulardagi xabarlarga asoslanganda virus yuqumi boshlangan Wuhandagi virus tadqiqot markazidan tortilgan bir qism suratlar oshkorlangan bo'lib, virus saqlanayotgan bir to'nglatquning ishikining buzuq holatda ekanligi diqqat qo'zg'agan. Xabarda yana tadqiqot markazida saqlanayotgan viruslar haqidagi xabarning tunji qatim 2018-yili Xitoy kommunistlari kontrolligidagi Xitoy kundalik gazetida e'lon qilinganligi, to'nglatquda saqlangan virusning suratlarining oldingi oyda Twitterda e'lon qilingandan keyin o'chirilganligi. Undan boshqa bu ahvoldan xabardor bir kishining suratlar o'chirilishidan ilgari "Men oshxonadagi to'nglatquda texmi yaxshi isbotlarni ko'rgan" deb inkos yozganligi bildirilgan. Xitoy doiralari Hong Kong namoyishining hisobini elishga boshladi. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining xabarida bildirilishicha, Hong Kong soqchi doiralari 18-aprel Hong Kongdagi bir turkum demokratchil shaxslarni tutib ketgan. Xabarda Hong Kong soqchilarining bir qism demokratchil tashkilotlarning rahbarlari siyosiy faoliyatchilardan bo'lib 15 kishini uyidan tutib ketganligi, hammasining bulturqi Hong Kong namoyishi bilan aloqador ekanligi qayd qilingan. Hong Kong doiralari ularga qonunsiz yig'ilishga tashkillashtirgan jinoyatni ortgan bo'lib, tutqun qilishning yana davomlashishi mumkinligini bildirgan. Hong Kongdagi bir parlament a'zosi buningga norozilik bildirib, Xitoyning virus mazgildan foydalanib Hong Kong namoyishiga aloqador kishilardan hisob elishga boshlaganligini bildirgan. Voqea yuz bergandan keyin xalqaro jamiyatda kuchli g'ulg'uli paydo bo'lgan bo'lib, Amerika va Germaniya qatorliq davlatlar bu haqda inkos qaytargan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo tutqun qilish voqeasining kishini andishiga soladiganligini, siyosiy manfaat uchun qonun yurgizishning Hong Kongdagi fikr erkinligi, namoyish erkinligi qatorliq insoniy huquqlarga xilof ekanligini ta'kidlagan. Xitoyning yana bir ministr darajalik amaldori tekshirilishga boshlagan. Fransiya xalqaro radiosining tunugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy jamoat xavfsizligi muavin ministri Sun Lijun vazifasidan qoldirilib tekshirilishga boshlagan. Xabarda Xitoy jamoat xavfsizligi muavin ministri Sun Lijunning intizom va qonunga ig'ir xiloflik qilish jinoyati bilan gumon qilinganligi, hozir Xitoy Markaziy intizom tekshirish komitetining uning dilosini qabul qilganligi bildirilgan. Xabarda yana Sun Lijunning 19 fevral Xubey o'lkalik partiya komitetining kotib bilan birga Wuhan shaharlik jamoat xavfsizligi idorasiga berib, yuqumga qarshi turish xizmatini tekshirganligi, undan boshqa bir qancha Xitoy Kommunist partiyasi amaldorlarining borligi bildirilgan. Sun Lijun 1969-yili Shandong Qingdouda tug'ilgan. Shanxay shaharlik tashqi ishlar ishxonasining muavin mudiri, jamoat xavfsizligi ministrligi bosh ishxonasining muavin mudiri, jamoat xavfsizligi ministrligi partiya komitetining a'zosi, ichki bexatarlik idorasining boshlig'i, Hong Kong va Aumen markaziy ishxonasining muavin mudiri, Tayvan ishlari ishxonasining mudiri qatorliq muhim vazifalarni o'tagan. Kuzatuvchilar xalqarada virusni Xitoyning yasaganligi haqida munozara bo'layotgan muhim bir paytda Sun Lijunning vazifasidan elib tashlanishi Xitoyning virus masalasida biror andishisi borligining alomati bo'lishi mumkinligini bildirishmoqda. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministerligi 19 aprel günü bir gün ichida Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning 127 ga yetganligini e'lon qildi.
Səhiyyə ministri Fahrettin Koca 19 aprel saat 19'da Türkiye'deki Xitay virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 35.344 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 3.977 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 86.306 ga yetganligini, bir kun ichida 127 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 2017 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana 19 aprel davolanayotgan bemorlar ichida 1523 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1922 bemorning kasalining og'ir ekanligini, yaxshilanayotganlarning kunsiri ko'payayotganligini, yuqumlanishning tövallashga boshlaganligini bildirdi. Shundaqla Turkiyaning bemorlarni davolashda zo'r kuchga ega ekanligini, xalqning səhiyyə qo'shuni va sistemasiga ishonishi, shuning bilan bir vaqtda hukumatga moslashib, uydan chiqmaslik qatorliq tadbirlarni yaxshi qilishi kerakligini ta'kidladi. Xitoy vabo mazgilidami kengaymichilik siyosati yurgizishni unutmadi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Vyetnam hukumati bugun bayonot e'lon qilib, Xitoyning talash tartish qilinayotgan orolda ma'muriy hukumat ta'sis qilganligiga norozilik bildirdi. Xitoylar Shisha taqim oroli deb atab kelayotgan Parasil orolining egilik huquqi masalasi uzun yillardan beri talash tartish qilinib kelayotgan bo'lib, Xitoy taraf ko'p qatim chorlug'uchi paraxodlarni avatib, qo'shni davlatlarning noroziligini qo'zg'ab kelmoqda. Xitoy doiralari 18 aprel yangi qaror ma'qullab, Parasil orolida ma'muriy hukumat ta'sis qilganligini jakarlagan va bu orolning Xaynan o'lkasi Sansha shahriga qarashli rayon bo'lganligini bildirgan. Vyetnam Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xitoyning bu qaror orqali Vyetnamning egilik huquqiga og'ir daxl taruz qilganligini bildirgan va Xitoyning bu qarorini darhol qaytarib olishini talab qilgan. Parasil orolining ko'lami garchi kichik bo'lsa-mu, ammo yer osti boyligining mo'lligi bilan to'nilgan. Navbatda Xitoy va Vyetnamdan boshqa Filippin, Malayziya qatorliq davlatlarmi bu orolda egilik huquqi borligini ta'kidlab kelmoqda. Xitoy axborot ishxonasi hokimiyatni ag'dirish delosini oshkorladi. 17 aprel Tangritog' to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Davlat xavfsizligi ministrligi axborot ishxonasi atalmish 5-qatimliq umumiy xalq davlat xavfsizligi tarbiyasi kuni munosabati bilan bir qancha tipik cho'ng deloni sirtqa oshkorlagan. Xabarda deloga chetishliq jinoyatchi Su X'ning pensiyaga chiqqan kadr ekanligi, uning chegara sirtidagi Xitoyga qarshi kuchlar bilan til beriktirib, zo'ravonlik vositasi bilan Xitoy hokimiyatini ag'dirmoqchi bo'lganligi, ammo texi planlash bosqichida Xitoy davlat xavfsizligi organlari tomonidan fosh qilinganligi bildirilgan. Xabarda bildirilishicha, Su X Yunnandagi ma'lum maktabda uzun yil xizmat qilgan bo'lib, to'rda ko'p qatim Xitoy doiralariga qarshi maqolalarni e'lon qilgan. 2016-yili Su X to'rda chegara sirtidagi Xitoyga qarshi tashkilotning g'olliq a'zosi bilan tanishgan bo'lib, bu g'olliq a'zo chet eldan Chengduga kelib, Su X bilan birlikda zo'ravonlik vositalari orqali Xitoy hokimiyatini ag'dirishni planlagan. Ular planga asosan chegara sirtidan qurol-yarog' setib olib, ondan Xitoy ichidagi fidoilarni tashkillab, 2017-yili chaqan mazgilda Yunnan Kunmingda saqchixonaga hujum qilishni va shu yerda turishliq armiyaning qurol-yarog' iskilotini tortib olish orqali harakatini kengaytirish bilan bir vaqtda chet eldagi kuchlar bilan hamkorlashib, Xitoy kommunistlaridan hokimiyatni tortib olishni planlagan. Ma'lum bo'lishicha, 2019-yili 4-oyda Sichuan o'lkasi Chengdu shaharlik o'tir xalq sud mahkamasi bularga davlat hokimiyatiga ag'dirmochilik qilish jinoyati o'tkazgan deb hukm chiqargan. Mike Pompeo Xitoyning Wuhandagi virologiya laboratoriyasiga kirishni cheklaganligini aytdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Wuhan virusining manbasi bo'lishi mumkin deb qaralgan Wuhandagi virologiya laboratoriyasiga tekshiruvchilarning kirishini cheklaganligini aytdi. U bu so'zlarni 16 aprel Fox televiziyasining ziyoratini qabul qilganda o'tirg'a qo'ydi. U Xitoy rejimi va Dunyo sahiyya tashkilotining virus yuqumiga oid uchurlarni vaqtida ta'minlamay, dunyoviy vabo keltirib chiqarganligini ta'kidladi. U so'zida biz hali ham Xitoy Kommunist partiyasidan mutaxassislarning u virologiya laboratoriyasiga kirishiga ruxsat berishini talab qilyapmiz. Shundoq bo'lganda biz virusning zodi qayerdan tarqalganligiga aniq hukm qila olamiz dedi. U bu vaqtdagi talablarning siyosiy talab emasligini sharhlab mundaq dedi. Bu ilm-fan va epidemiologiyaga oid talab. Biz u yerda nima bo'lganligini tushunishga muhtoj.
Shundoq bo'lgandala oldimizdagi hafta va oylarda Amerikaliklarga keladigan xatarni kamaytira olamiz va dunyoviy iqtisodni o'z yo'liga sola olamiz. U yana Amerikaning u laboratoriyada qandaq viruslarning tadqiq qilinganligiga oid javoblarga ehtiyojli ekanligini bildirdi va Xitoy Kompartiyasini cheklamalarni bekor qilishga chaqirdi. Chet ellardagi Turkiya fuqarolarini Ramazondan burun qaytarib kelish planlanmoqda. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu chet ellarda Wuhan virusi sababidan hayotidan ayrilgan Turkiya fuqarolari sonining 342 ga yetganligini e'lon qildi. Çavuşoğlu bir xususiy televiziya kanalining naq maydon programmasida qilgan so'zda yana hozirga qadar Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'anning buyrug'i bilan 74 davlatdan 25 mingdan ortiq Turkiya fuqarolarining Turkiyaga elib kelinganligini va karantinaga elinganligini eskartib, 75 davlatga yana 105 maxsus aeroplan yo'llashni planlaganligini bildirdi. Hamda oldimizdagi mezgilda mumkin qadar Ramazon oyida, ya'ni 24-aprel fuqarolarimizni mamlakatga qaytarib kelishni nishon qilmoqdamiz dedi. Xitoy paraxoti Malayziyaning dengiz tavaligiga qonunsiz kirdi. Xitoyga tava bir paraxot Janubiy dengizdagi Malayziyaning quruqliq dengiz tavaligiga qonunsiz kirib, Malayziya paraxotiga yaqinlashdi. Xalqaro paraxot harakatlarini ko'zlaydigan dengiz qatnashi to'ri bekitining xabariga asoslanganda 9-aprelda Xitoyning janubidagi Sanya dengiz qirg'idan yo'lga chiqqan bir tadqiqot paraxoti juma kuni Malayziyaning quruqliq dengiz tavaligiga kirib, Malayziya davlat egiligidagi neft shirkati Petronasning paraxotiga yaqinlashgan. Malayziya dengiz bexatarlik idorasi APMMning bosh direktori Mohit Zubel Matsom internet to'ri betiga bergan bayonotida bu voqeaning to'g'ri ekanligini jazmlashtirib, bu harakatning nima maqsadda elib berilganligini bilmaymiz, ammo Xitoyning qilgani butunlay qonunga xilof dedi. Mohit Zubel Xitoy paraxoti Petronas paraxotiga yaqinlashgan rayonning Malayziya quruqliq dengiz tavaligi ekanligini ta'kidlab, bu yer bizning dengiz tavaligimiz va biz o'z dengiz tavaligimiz ichidagi barliq faoliyatlarni tekshirishni davomlashtiramiz dedi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Janubiy Xitoy dengizida xalqaroliq harakatlanishlar ko'rilgan bo'lib, Vyetnamning baliqchilik paraxoti 4-oyning 3-kuni cho'kib ketgan va bu paraxotni bir Xitoy paraxotining cho'ktirib o'tganligi xabar qilingan edi. Farzandlarimiz uchun alohida xush xabar. Uzundan buyon o'smirlarimiz uchun har xil darslik kitob, qo'l ko'ndirish mashqlari qatorliq foydali materiallarni bozorga selayotgan Belgiya texnika mulozimat shirkati yana yangidan 2 turlik mahsulotni bozorga soldi. Uning birinchisi Sharq Turkistonga sayohat. Vatanimizning kelgusi varislari bo'lgan farzandlarimizga vatanimiz jo'grafiyasi haqida ma'lumot berish, shundaqla bu vaqtda savodi yetarsiz cho'nglarning ham o'rganib olishi uchun Sharq Turkistonga sayohat nomli vatanimizning xaritasi tushirilgan palas bilan vatanimizning rasm albomi. Albom mazmuniga har qaysi viloyat va shaharlar to'g'risida qisqacha ma'lumot va munosabatli suratlar berilgan. Qo'llanish usuli bo'lsa tuzgarga xarita palasi selinadi. Bolalarning yosh o'lchamiga qarab turib, xaritadagi joylarni tepish o'yini o'ynash orqali vatanimizdagi har qaysi joylarning xaritadagi o'rni o'rgatiladi. Kichik bolalarga mashinasini xarita ustida mang'uzib o'yintish orqali o'rgatishga bo'ladi. Masalan, Qashqardan Urumchiga borgan degan shaklda. Bu o'yinlarni takror o'ynash orqali bolalar Sharq Turkistondagi shaharlarning ismi, ko'lami, chegirdosh davlatlari qatorliq uchurlarni bilib oladi. Ikkinchi sayohat boshlash. Buningda xarita bilan albom birlikda qo'llaniladi. Ota-onalar o'zlarining yurtlaridan boshlab farzandlarini sayohat qildirsa bo'ladi. Ikkinchi mahsulot bo'lsa Uyg'ur tili harflar shaharchisi ikkinchi nashri. Mazkur Bilgiyar ona til o'yinchoqlari tovandagilarni nishon qilib lohilandi. Ana til o'yinchoqlari orqali bolalarda ana til so'ygisi yetildirish, ana tilimizdagi 32 harfni bolalarga tonitish, bolalarning o'zaro hamkorlashish iqtidorini oshirish, bolalarning rasmga qarab bayon qilish iqtidorini yetildirish va oshirish. Ota-onalarning bolalar bilan birga o'ynashiga turtki bo'lish, bolalarning inkosini tezlatish. Mahsulotlarni Istanbuldagi Bilgiyar shirkatidan yoki Istanbuldagi Uyg'ur kitobxonlaridan sotib ola olasiz. Torda setib olish uchun Xurjunum savdo torbetidan setib olsangiz bo'ladi. Ekrandagi aloqa uchurlarini xotirlab oling. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.